Mana bugun islom olamidagi ulug' bayramlardan biri Aydil Azho Qurbon hayiti kuni. Butun dunyo mo'min musulmonlari bu kunni katta tantana bilan xush kayfiyatda nishonlaydilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa beadad shukrlar bo'lsinki, siz u bizlarni mana shunday ulug' kunlarga, Qurbon hayitiga tinchlik osoyishtalikda, sog' va salomatlikda yetkazdi. Qurbon hayiti, Aydul Adho bayrami bilan siz aziz yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Va bugun inshaalloh hayit namozlarini o'qiymiz, bayram qilamiz, xursandchilik qilamiz, keksalarni ziyorat qilamiz. Molli nisobga yetgan kishilar qurbonliklarni ado etadi. Hayit kunlari Alloh taoloning ko'plab xayr va barakasi va marhamati yer yuziga yog'iladi. Binobarin Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni unda ulug' ibodatlar jam bo'lgani uchun ham qadrlidir. Mana kuni kecha hojilarimiz haj ibodatini ado etdilar. Bugun esa erta tongdan masjidlarimizda hayit namozi o'qilmoqda. El farovonligi, yurt tinchligi uchun xayrli duolar qilinmoqda. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illalloh, Allahu akbar, Allahu akbar va lillahil hamd. Ahli ilmlarga bosh qosh bo'lib turgan shayximiz muftiy hazratlari boshchilik barcha ulamolarimizni Alloh o'zing yaxshilik bilan siylagin. Bu xizmatlarga Alloh taolo quvvatlar ato qilib yanada ziyodaligini nasib aylagin. Bu kunlarni Alloh hammalarimiz uchun chin ma'noda barakotli qilib berdi desak to'g'ri bo'ladi. Bugun jannatmonan yurtimizda millionlagan musulmonlar bir vaqtning o'zida bu bayram namozlarini ado etib, bu shukuhni hattoki xonadonimizdagi opa-singillarimiz ham yaxshi his qilib turibdilar. Chunki bu oy, bu kunlar albatta inson qadriga yanada qadrni mana shunday yuksalishiga sabab bo'ladi. Chunki bu kunda keksalar ziyorat qilinadi va boquvchisini yo'qotgan kishilardan ko'ngil so'raladi va xonadonlardagi aziz farzandlarimizga eng yaxshi munosib hadiyalar ulashiladi. Bu bayram shunday xursandchiliklarga to'la bo'lgan ulug' kunlardan biri hisoblanadi. Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Alloh taolo qalbingizga surur, xonadoningizga baxt va saodat, hayotingizga xursandchilik bo'lishini va ikki dunyo saodatini barchamizga o'zi nasib va ro'za aylasin. Hayitda o'ziga xos bo'lgan fazilatlardan biri bu hayitda qurbonliklar so'yiladi. Va qurbonliklar so'yilishi yurtimizdagi har bir xonadonda ya'ni bayram bo'lishiga sabab omillardan bo'ladi. Bu albatta yana bir bor aytamiz, Yaratganga shukr qilishimiz kerak. Mana shunday ne'matlarni ziyoda qilib turgan ekan, berayotgan ne'matlarni ziyodasiga shukr qilishimiz kerak. Avvalambor mana shu tinch hayotimiz uchun, mana shu bemalol musulmonlar kelib mana shu masjidlarda namoz o'qish imkoniyatiga ega bo'lganlari uchun xalqimizga va prezidentimizga hammaligizga juda katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Mana kecha bu xalqi duosi bilan bo'lgan hamma narsa deymiz-ku, O'zbekiston terma jamoasi birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi. Bu ham mana shu bizning xalqimizda bo'layotgan ishlarni hammasini to'g'riligini ma'nosi deb tushunaman. Yana Allohdan so'raymizki, keyingi yillarga yana bari butunlik bilan, xursandchilik, tinchlik bilan shukr etishni Alloh o'zi nasib qilgan bo'lsin. Hammalik baxt saodat tilaymiz. Allohu akbar. Mehr oqibatli, saxovatli, tinch va farovon yurtimizga mana shunday bayramlar yarashadi. Buning shukronasini qilish, yangi bunyodkorlik ishlarida birdan bo'lish, ezgu ishlarda birlashish bizning asosiy maqsadimizdir. Zero Alloh taolo o'z kalomi sharifida shukr qilsangiz albatta ne'matlarimni ziyoda qilaman deya marhamat qilgan. Alloh taolo mana shunday bayramlarni yurtimizga doimiy qilsin. Keyingi Ramazon hayiti,
Qurbon hayiti bayramlarida ko'rishguncha xayr omon bo'ling.